Aziz kuzatuvchilar, kanalga a'zo bo'lib, qo'ng'iroqchani bosing. Asosiy videolarimizga like bosib, do'stlaringizga ham ulashing. Bu bilan siz Khan Academy Uzbekning rivojlanishiga va ommalashishiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Keling sizlar bilan hozir mana bu oyoq panjasiga qopqon qo'yamiz va unda qanday holat yuzaga kelishini kuzatamiz. Podagra deb nomlaymiz mana shu jarayonni. To'g'ridan tarjimasi oyoqqa qo'yilgan qopqon degani. Mana shu holatni ko'z oldimizga keltiramiz va mana bu oyoq panjamiz qopqonga tushdi. Va u yerda qanday holatlar yuzaga keladi? Ya'ni oyoq panjasining ahvoli qay tariqa kechadi ko'ramiz. Demak, bu holat odatda, ya'ni bu kasallik erkaklarda yuzaga keladi va albatta ularning yoshi 50 dan oshganda shu holat ko'proq uchraydi. Endi bunga asosiy sabab nimada ko'rib o'tamiz. Odatda mana bu oyoq panjamiz sog'lom holatda, ya'ni mana bu bo'g'im aynan sog'lom holatda bo'ladi, ya'ni u yerda hech qanaqa jarohatdan keyingi bo'ladigan holatlar kuzatilmaydi. To'satdan og'riq xurujlari boshlanadi mana bu jarayonda. Ko'rib o'tamiz. Bu jarayonda yana og'riq bilan birgalikda shish va qizarish holati ham yuzaga keladi. Bunga asosiy sabab nima edi? Ko'rib o'tamiz. Urat tuzlari demak mana bu bo'g'im bo'shlig'iga to'plana boshlaydi va u yerda jarohatni keltirib chiqaradi va bu jarohat yallig'lanish bilan davom etadi. Umumiy qilib aytsak, bu yerda podagra holati yuzaga keldi. Urat tuzlari qayerdan keldi bu bo'g'im bo'shlig'iga? Ko'rib o'tamiz. Ya'ni urat tuzlari qondagi sidik kislotasining ko'payishi evaziga ular mana shu tuz ko'rinishida cho'kadi bo'g'im bo'shlig'iga va u yerda podagra holatini yuzaga keltiradi. Demak, bu holatda bizda qanday klinik belgilar yuzaga keladi birma-bir ko'rib o'tamiz. Biz yuqorida aytdik, ya'ni qopqonga tushgan oyoqda to'satdan og'riq paydo bo'lar edi. Bu yerda ham xuddi shunday to'satdan kuchli og'riq. Bu og'riqqa chidash juda ham qiyin, shuning uchun bu belgini katta harflar bilan yozib qo'ydim. Shuningdek, bu yerda yana eritema, ya'ni qizarish, teri yuzasi mana shu bo'g'im ustida teri yuzasi qizaradi va shuningdek u yerda taranglashish holati, ya'ni shish, albatta yallig'lanish jarayonining bir elementi sifatida namoyon bo'ladi va shuningdek bu yerda qizish, ya'ni mahalliy haroratning ortishi aynan shu bo'g'im yuzasida. Bu jarayonlar, demak, bu klinik belgilar sodir bo'ldi va buni qanday qilib tasdiqlaymiz? Keling, tashxis o'tkazamiz. Tashxisda biz albatta mana shu bo'g'imdan olingan suyuqlikni tekshiramiz. Demak, bo'g'im suyuqligini olamiz va unda ko'rishimiz mumkinki, bir ajoyib holatni, ya'ni keling buni chizib bera qolaman, ya'ni ikki tomonlama uchli ko'rinishga ega bo'lgan kristallar. Biroz boshqacharoq chizdim, lekin taxminan mana shu ko'rinishga ega bo'ladi bizning kristallarimiz. Ya'ni ikki tomonlama uchli ko'rinishga ega va bularni yorug'lik nuri ostida surtmada ko'rganimizda, keling uni ham yozib qo'yamiz, ya'ni surtmada ular sariq rangda bo'ladi. Ya'ni yorug'lik nurini qaytargani evaziga ular sariq rangda bizga namoyon bo'ladi. Mana shu holatni eslab qolishimiz kerak. Hali yana darsimiz davomida bu holatga qaytamiz. Yana tashxis o'tkazishimizda nimaga e'tibor beramiz? Albatta, bo'g'im suyuqligidan so'ng biz bu yerda qon tahlilini o'tkazishimiz shart. Demak, qon tahlili deb yozib olamiz. Unda biz nimalarni ko'rishimiz mumkin? Ya'ni qanday o'zgarishlarni? Keling, mana bu sidik kislota miqdorini baholaymiz. Ya'ni qondagi miqdor qanchaga oshdi? Bu yerda albatta uning miqdori oshgan bo'ladi va bu holatga biz giperurikemiya deb nom beramiz. Demak, urikemiya yozib olamiz. Giperurikemiya holati namoyon bo'ladi va shuningdek u yerda yana leykositlarning, ya'ni immun hujayralarining miqdori oshadi. Keling, uni ham yozib qo'yamiz, ya'ni leykositoz deb. Leykositoz bu holat leykositlarning miqdori qonda ortganligini anglatadi va shuningdek ECTning
tezlashganligini ko'rishimiz mumkin. ECT ya'ni eritrotsitlarning cho'kish tezligi bu yallig'lanishning markeri hisoblanadi. Albatta bu yerda yallig'lanish ketyapti va ECT ning oshishi tayindir. Demak, mana shu ikkala holat ham yallig'lanishning asosiy markerlari bo'lib hisoblanyapti. Leykositozga e'tibor qarating. Leykositoz odatda bakterial infeksiyaning markeri hisoblanardi. Lekin bu yerda hech qanday bakteriya yo'q. Bo'g'imdagi yallig'lanishga asosiy sababchi urat tuzlaridir. Lekin bizda leykositoz holati ro'y berdi. Bu holat yana shuningdek immun tizimning qay darajada faolligini ham ko'rsatib turuvchi asosiy belgi hisoblanadi. Demak, mana shu yuqoridagi barcha belgilar giperurikemiya, leykositoz, ECTning oshishi va bo'g'im suyuqligidan topilgan kristallar bizga podagra tashxisini qo'yishimizga yordam beradi va bu holatni infeksion kasallikdan va shuningdek autoimmun holatdan tezda farqlab olishimizga ko'mak beradi. Tashxisni qo'yib olganimizdan so'ng albatta davolashga o'tamiz. Ya'ni davolashda nimalarga e'tibor beramiz ko'rib o'taylik. Demak, davolash birinchi galda albatta bu yerdagi og'riqni yo'qotishimiz kerak, chunki aynan u bemorni qiynayapti. Og'riqni qoldirish uchun albatta bizda nosteroid, yallig'lanishga qarshi dori vositalarimiz bor edi. Ularni qo'llab, masalan, ibuprofenni va undan ham kuchliroq bo'lgan og'riq qoldiruvchi dori vositalarini qo'llashimizga to'g'ri keladi va shuningdek bu yerdagi yallig'lanish jarayonini kamaytirishimiz kerak. Demak, yozib olamiz. Yallig'lanish. Bu jarayonda bizga yordam beradi albatta gormonlar. Chunki ular yallig'lanish holatini tezda pasaytiradi. Qilishimiz mumkin, ya'ni foydalanishimiz mumkin gormonning tabletka ko'rinishidan va og'iz orqali iste'mol qilib yoki inyeksiya formasida qabul qilishi mumkin bemorlarimiz va darhol og'riq xurujlarini, yallig'lanish jarayonini so'ndirib olishimiz mumkin. Mana shu ikkala vosita yordamida. Endi yana bir holat bor, ya'ni hayot tarzini o'zgartiramiz. Chunki biz yuqorida aytib o'tgan edik, bu insonlar odatda 50 yoshdan kattalar va erkaklar deb. Nega hayot tarzini o'zgartirishadi? Hozir ko'rib o'tamiz. Demak, hayot tarzi o'zgaradi. Demak, hayot tarzi deb yozib olamiz. Unda ular go'sht mahsulotlarini iste'mol qilishni kamaytirishadi va shuningdek alkogol ichishni ham kamaytirishadi. Albatta bu holatni mutlaqo yo'qotsalar ham bo'ladi. Va shuningdek bu yerda mana bu moddaning, ya'ni sidik kislotaning miqdorini kamaytirishimiz kerak. Demak, yozib olamiz. Sidik kislota. Demak, sidik kislotaning miqdorini kamaytiramiz. Buning uchun bu moddaning paydo bo'lishini oldini olamiz biz. Mana bu moddaning qanday kelib chiqishini keling taxminan mana bu shaklda yozib olamiz. Ya'ni A modda B moddaga aylanadi, u esa S moddaga va S modda mana bu sidik kislotaga aylanadi. Demakki biz mana bu moddaning paydo bo'lishini oldini olsak, uning sidik kislotaning miqdorini ham kamaytirgan hisoblanamiz. Demak, bu yerda biz profilaktika maqsadida mana bu moddaning paydo bo'lishini oldini olamiz. Bu dori vosita hozirda ko'p ishlatiladigan allopurinol dorisiga to'g'ri keladi. Ya'ni ana shu dorini biz qo'llab profilaktika qilishimiz mumkin sidik kislotaning hosil bo'lishini. Ya'ni uning hosil bo'lishini oldini olishimiz mumkin. Endi bu davolash usuli yordamida ko'rib turibsiz, biz og'riq xurujlarini oldini oldik va mana bu hayot tarzini o'zgartirish orqali bu jarayonning yana qaytalanishini ham oldini oldik. Endi yana bir holat bor. Keling uni ham ko'rib o'taylik. Mana bu yerdan keling bir chiziqni tortib olamiz va mana bu yerga yozib olaman. Psevdo podagra deb. Bu bir ikkinchi holatimiz. Albatta e'tibor bering, psevdo. Psevdo ya'ni soxta degan ma'noni anglatadi, to'g'ridan-to'g'ri tarjimasi, va podagra ya'ni yuqoridagi holat. Yuqoridagi holatga o'xshash jarayon ro'y beradi. Mana bu bizning qahramonimizda. E'tibor bering, oyoqning bosh barmog'ida demak podagra holati yuzaga kelgan edi. Keyin qo'llarni ham tasvirlab qo'yaylik. Psevdo podagrada bundan farqli ravishda og'riq lokalizatsiyasi ya'ni joylashuvi tizzaga ko'chadi. Demak, bu bizning tizzamiz. Mana tizzaga ko'chdi og'riqning joylashuvi. Ya'ni yuqoridagi holatdan farq qilyapti.
va bu jarayonda yuqoridagi siydik kislota emas, boshqa bir modda to'planadi. Keling, mana shu moddaning nomini yozib olamiz. Demak, kalsiy pirofosfat. Kalsiy pirofosfat. Demak, mana bu F harfimiz. Kalsiy pirofosfat degidrati. Keling, qisqaroq qilib yozib olaylik. Kalsiy pirofosfat degidrati. Demak, mana bu ko'rinishda. Ba'zi bir adabiyotlarda buni pirofosfat artrit ko'rinishidagi qisqartmalarini uchratishingiz mumkin. Demak, bir xil ma'noni anglatishadi. Kalsiy, demak, kalsiyning tuzi, ya'ni bir kalsiy moddasining bir tuzi to'planyapti. Bu yerda esa siydik kislotaning tuzi, ya'ni urat tuzi to'planyapti. Bir-biridan farq qilyapti ikkala modda va ularning joylashuvi ham farq qilyapti. Bu ko'pincha tizza bo'g'imlarda yig'iladi bu modda va u yerda o'zining kristallarini hosil qiladi. Bu yerda ham tizzada hech qanday jarohat yo'q. To'satdan mana shunday og'riq xuruji ro'y beradi unda ham. Ya'ni yuqoridagi podagra holatiga o'xshab bu yerda ham og'riq xurujlari ro'y beradi. Bu og'riq xurujlarining davom etishi, keling, mana bu yerga yozib qo'yamiz, ya'ni 4-6 haftagacha. 4-6 haftagacha davom etadi og'riq. Ya'ni og'riq xurujlari. Xo'sh, bunda biz qanday tashxis qo'yishimiz mumkin? Ya'ni yuqoridagi holatdan farq qilishini bilib olishimiz kerak. Demak, tashxisda biz nimaga e'tibor beramiz? Albatta, bo'g'im suyuqligi olinadi, lekin bu yerda endi mutlaqo boshqacha ko'rinish. Ya'ni biz yuqorida aytib o'tgan edik, ko'rganimizda ignalarning ko'rinishi mana bu tariqa ikki tomonlama o'tkir uchli ignalar. Bu podagraga xos bo'lgan belgi, ya'ni bu kristal modda, bu urat tuzlaridir. Bu yerda esa boshqa modda to'planyapti, ya'ni kalsiy pirofosfat degidrati. Bu yerda kristallarning ko'rinishi mana bu tarzda, ya'ni rombsimon. E'tibor bering, rombsimon shaklda. Va albatta bularni ham surtmada ko'rganimizda rangi ko'k rangda. Ya'ni mana bu tariqa, ya'ni xuddi o'zimiz foydalangan hozirgi rangga o'xshash rangda bo'ladi bu kristallar. Demak, mana shunga ko'ra asosiy farqi bor ekan va shuningdek bu yerda og'riqning lokalizatsiyasi asosiy o'rinda turyapti, ya'ni uning joylashuviga ko'ra boshqa joyda joylashgan. Biroq o'xshash tomonlari bularning ham davolanishida, ya'ni asosiy tarzda og'riqqa e'tibor qaratamiz va nosteroid yallig'lanishga qarshi vositalarni berib og'riqni kamaytiramiz va yallig'lanish jarayonida ham gormonlardan foydalanamiz. Asosan tizza bo'g'imiga gormonni inyeksiya qilish orqali og'riqni darhol to'xtatishimiz mumkin ekan, psevdopodagra kasalligida ham. Va bu yerda e'tibor bering, hayot tarzini o'zgartirishda go'sht mahsulotlari yoki alkogol emas, bu bemorning hayot tarzini o'zgartirishda mutlaqo boshqacha yondashamiz. Xuddi osteoartrit kasalligidek bularda ham harakatning miqdorini kamaytiramiz. Ya'ni mana shu tizza bo'g'imiga tushadigan yuklamani kamaytirishimiz kerak. Og'ir yuk ko'tarishdan xalos etamiz bemorni va uzoq masofaga, uzoq muddat yurishini ham cheklaymiz. Shu tarzda biz kasallikni oldini olamiz, ya'ni xurujlarni oldini olamiz.